Mendan arzon bo'lsa tekinga beraman. Biz hozir balon taqib berdik va bitta pasport evaziga klientimizdan so'raymiz. Bizning xizmat yo'qdimi? Ketdi. Uka, mana hozir bizdan balon xarid qilding, xizmatlarimiz qalay yo'qdimi? Menga ma'qul. Hech qanday kafilsiz, hech qanday kartasiz. Aha. Bosh to'lovsiz. Bosh to'lovsiz menga ma'qul. Oydan o'tib ketsa hech qanday berasiz. Ham tug'maydi. Aka-ukalar ko'rib turibsizlar. Biz bunga ukamizga balon taqib berdik. Bitta pasport evaziga kafil shart emas, karta shart emas. Bosh to'lovsiz. Sizlarga bitta pasport evaziga hal qilib beraman. Undan tashqari aka-ukalarim kuni o'tib ketib qolsa, pena tug'ilmaydi. Chunki bu halol narsa savdo. Sizlar bilan qo'l berib baylanadi. Shu bilan dogovor tugaydi. Aka-ukalar aytgancha yana bitta narsa kelaverasizlar. Bizda assortiment juda ham ko'p. Undan tashqari nalichkaga sklat narxida ham qilib berishga harakat qilamiz. Manzilga keladigan bo'lsak, Chinoz hokimiyatdan to'g'riga ketishda 6 etishga domning ro'parasida hammalarni kutib qolamiz.